Oqova suv tozalash inshootlari hozirgi kunda hayotimizning ajralmas bir bo'lagi. Sababi bu oqova suv tozalash inshootlaridan chiqayotgan suvlar ekologiyaga, atrof muhitga va insonlarning yashash tarziga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Oddiy misol shahrimizdagi oqova suv tozalash inshootlari 70-80-yillarda qurilgan bo'lib, hozirgi kunda ancha texnologiyalar eskirganligi sababli va boshqa industrial zonalar, ya'ni tekstillardan kelayotgan zaharli moddalar unga tushishi sababli u yerdagi biologiyalar nobud bo'lishini hisobiga yaxshi ishlamayapti va bu shahrimiz aholisi tomonidan ko'plab noroziliklarga olib kelyapti. Buni yechimi sifatida har bir industrial zonalar, tekstillar bo'ladimi yoki boshqa sanoat korxonalari 2030-yilgacha o'zlari uchun oqova suv tozalash inshootlari qurishlari shart qilib belgilandi hukumatimiz tomonidan va Toshkent shahrini 3 ta eskirgan oqova suv tozalash inshooti o'rniga Surum tomonidan